Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan Vinitsiyni bajarishni o'rganamiz. Bu bajarishimizda boshqa bajarishlardan farqi shundaki, bundagi ba'zi bir o'zgarishlar oldingi o'rgangan bajarishalarimizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham bunda oldingi bajarishlarni ham biroz takrorlasak bo'ladi. Demak, Vinitsiyni bajarishni biz har doim ikkiga bo'lib o'rganamiz. Jonli jonsiz otlarga bo'lib o'rganiladi va женский rod uchun alohida bo'ladi. Shu joylarga ko'proq e'tibor berishlarini so'rayman. Vinitsiyni bajarishni savollarini kelinglar eslab olamiz. Bu yerda kavo degan savol bor edi va что degan savol bor edi. Va yana ko'p ishlatiladigan savol bu kuda degan savolga javobni ham biz Vinitsiyni bajarishda berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biror joyga ketyapman desangiz, qayerga ketyapsan deb savol bo'ladigan bo'lsa, Vinitsiyni bajarishda javob beramiz. Misol uchun, men do'konga ketyapman, ya idu va magazin bo'ladi. Buni hozir batafsil ko'rib chiqamiz. Demak, hozirgi sizlarga o'tadigan birinchi qoida bu faqat mujskoy va sredniy roddagi otlarga xos bo'ladi. Agarda mujskoy va sredniy roddagilar jonsiz bo'lsa, mana stol, dom, pole, время hammasi jonsiz bo'lyapti. Bularda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, ya'ni o'zgarmaydi. Ya'ni bularga nisbatan tuslanish bo'lmaydi. Faqatgina shunaqangi tartibda turadi. Nimaga iminitini deb yozib qo'yganman? Chunki iminitini bajarishda hech qanaqa tuslanish bo'lmasida, xuddi shuningdek bunda ham jonsiz sredniy rod va mujskoy roddagi otlarga hech qanaqa o'zgarish vinitini bajarishda bo'lmaydi. Lekin agarda jonli bo'ladigan bo'lsa, mana brat, uchitel, student, vrach, bular barchasi jonli va bularga nisbatan biza yozishimiz kerak bo'ladi. Xuddi родительный bajarishnikidek qilib. Eslaymiz, esga olamiz. Родительный bajarishda brat bo'lsa, brata bo'lardi. Uchitel bo'lsa, uchitela. Student bo'lsa, studenta. Ya'ni a qo'shardik. Vrach bo'lsa, vracha. Undosh bilan tugaganlarga a qo'shardik. Yumshatish belgisini o'rniga ya qo'shib aytardik. Ya'ni bizada sredniy rod va mujskoy rodga qoida shunaqa ekanki, agarda jonsiz bo'lsa o'zgarmaydi, jonli bo'lsa deganda sredniy rodda jonlisi bo'lmaydi. Faqat mujskoy rod jonli bo'lishi mumkin. Mujskoy va женский rodda jonlilar bo'lishi mumkin. Sredniy rod faqat jonsiz bo'ladi. Demak, sredniy rodda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi, bu aniq. Mujskoy rodda jonsiz bo'lsa o'zgarish bo'lmaydi. Jonli bo'lsa xuddi родительный bajarishnikidek qilib aytamiz. O'ylaymanki, bunisi qiyin emas, chunki родительный bajarishni ko'rib chiqamiz, родительный bajarishdagi o'zgarishlarni bilamiz. Endi женский rodda juda ham oddiy qoida. A bilan tugaganlar bor, ya bilan tugaganlar bor va yumshatish belgisi bilan tugaganlar bor. A bilan tugasa mana qoida bo'yicha u ga o'zgartirib aytamiz. Ya bilan tugasa yu ga o'zgartirib aytamiz. Bu 100% amal qiladigan qoida. Jonli bo'ladimi, jonsiz bo'ladimi, женский rodda kelsa A bilan tugasa U ga, ya bilan tugasa yu ga tuslab aytamiz. Женский rodda yumshatish belgisi bilan tugaganlarda tuslanish bo'lmaydi. Bu yerda misol uchun mashina bo'ladigan bo'lsa ham mashinu deb aytamiz. Tam boshqa bir semya bo'lsa, mana jonsiz bo'lyapti, semyu deb aytiladi. Ya'ni ya bilan tugasa bo'ldi. Уже сразу yu ga o'zgartirishimiz kerak. A bilan tugasa u ga o'zgartirib aytishimiz kerak. Bu женский roddagi va ham jonli, ham jonsizlar uchun bo'lgan 100% amal qiladigan qoida. Demak, shunaqangi qoida bo'yicha biz o'zgartirar ekanmiz. Bu yerda sal chalkashishingiz mumkin bo'lgan holat shundaki, jonli va jonsizga ajratishimiz kerak bo'ladi. Ko'p praktika qilganda bular ham yodda qolib ketadi. Endi keyingisi predloklarini ko'rib chiqamiz. Predloklari bizda va na predloklari bor ekan. Bu harakat bildiradigan predloklarimiz. Biror narsani biror joyga qo'ydim yoki biror joyga bordim deganda va yoki nadan foydalanamiz. Va biror narsani ichiga nisbatan aytiladi, na ustki qismiga nisbatan aytiladi. Agarda ochiq joy bo'ladigan bo'lsa, biz o'zi aytishimiz kerak bo'ladi. Na bilan, misol uchun ochiq maydon bo'ladigan bo'lsa, yopiq joy bo'ladigan bo'lsa, biz v bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni yopiq joyga nisbatan vni ishlatdik, ochiq joyga nisbatan yozib qo'yib, ochiq va yopiq. Biror narsani ichiga, bunda esa ustiga aytishimiz mumkin.
lekin hamma joyda istisno bo'lganda bu yerda ham istisnolar bor. Город degan so'zimiz, деревня degani, город shahar, деревня qishloq, park degani. Bularga nisbatan biz aytishimiz kerak bo'ladi. V bilan aytamiz. Bu istisno holatimiz. Eslab qolamiz. Bularga nisbatan V bilan keladi. Ochiq joy bo'lsa ham V bilan aytishimiz kerak bo'ladi. Endi misol uchun aytadigan bo'lsam, biror joyga ketyapman desa, я иду, например, в magazin. Tuslanish bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Tuslanish bo'lmaydi, chunki jonsiz bo'lyapti. Magazin undosh bilan tugayapti. Ham jonsiz, ham murskor rod. Shuning uchun tuslanmaydi. Keyingisi, men ishga ketyapman deydigan bo'lsam, я иду на работani tuslaymiz endi. Работа oxiri a bilan tugayapti. Женский rodda qoida bor edi. A bo'lsa uga o'zgartiramiz degan. Shuning uchun na работу deb aytamiz. Я иду на работу. Endi ikki xil za bor ekan bizda. Zani maqsad bilan ishlatar ekanmiz. Cel degani bu maqsad. Время bilan, ya'ni vaqt bilan ishlatar ekanmiz. Za degani uchun. Misol uchun men nimadir uchun to'lov qildim desam, я оплатила, например, я оплатила за проезд. Проезd jonsiz bo'lyapti, murskor rodda. Shuning uchun o'zgartirmaymiz. Проезд degani o'sha yo'l haqi uchun to'lov qildim deganda aytishimiz mumkin. Endi pro, например, mama bo'ladigan bo'lsa, pro mamu deb aytamiz. Nimaga? Chunki mamada oxiri a bilan tugayapti, ani uga o'zgartirib aytamiz. Keyingisi, yo'ldan o'tish bo'ladigan bo'lsa, например, переходить через дорогani tuslaymiz endi. Дорога a bilan tugayapti, shuning uchun через дорогу deb aytamiz. Keyingisi, skvoz degani biror narsa, misol uchun derazadan qarab o'tirib, derazadan ko'rdim deydigan bo'lsam aytishim mumkin. Skvoz, например, окно deydigan bo'lsak, окно. Bunda o'zgartirmasdan o'zini aytamiz, chunki sredniy rod bo'lyapti. Sredniy rodda tuslanish bo'lmaydi. Tak, bunda uni qo'ydik, bunda esa a ni uga o'zgartirdik. Keyingisi, pod, например, biror narsani biror joyga qo'ydim deydigan bo'lsam, я, например, положила, qo'ydim, sumku, sumkani stol tagiga deydigan bo'lsam, под stol. Endi bu yerda qaysi joyda vinitivniy padej kelyapti? Sumkani deganda ham kelyapti. Keyin pod degandan keyin savol beramiz. Kuda? Qayerga? Под stol, stolni tagiga. Shunda bu yerda undosh bilan tugagan murskor rod bo'lgani uchun hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Keyin ko'rib chiqadiganimiz bu zani время uchun misol uchun ishlatsak, bir soat ichida nimadir ishni qildim deydigan bo'lsam, например, aytishim mumkin. Я за час закончила, например, делать уроки. Darslarimni qilishni bir soatda tugatdim. Demak, za bu yerda vinitivniy padejning qo'shimchasi bo'lyapti. Chasni o'zgartirmayapmiz. Murskor rod undosh bilan tugagan. Demak, shunaqangi tartibda biz o'zgartiramiz. Mana shu qo'shimchalarni eslab qolishingizni so'rayman. Chunki vinitivniy padejda keladigan qo'shimchalar va bulardan keyin biza vinitivniy padejni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Lekin asosan vinitivniy padejimiz harakat fe'llari bilan keladi. Ya'ni biror joyga ketyapman, biror joyga boraman deganda aytishimiz mumkin. Misol uchun, bu qaysi fe'llarimiz? Идти, например, пойти, уйти. Ya'ni shunaqangi fe'llar bilan asosan ishlatamiz. Harakat fe'llari bilan doimo keladi bizda vinitivniy padej. Endi fe'llarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, видеть fe'li ko'rmoq, например, bunda aytadigan bo'lsak, вижу, например, brata, akamni ko'ryapman. Знаю, например, эту temu. Tema degani mavzu edi. Buni o'zgartirib эту temu deb aytamiz. Bu yerda ani qo'shyapmiz. Например, любить bo'ladigan bo'lsa, yaxshi ko'raman desam, люблю, например, bu yerda sestra bo'ladigan bo'lsa, aytishimiz kerak bo'ladi, sestru deb aytamiz. Например, жду, kutyapman,
Ждать fe'li kutmoq. Jdo, например, drug bo'ladigan bo'lsa, do'stimni deb aytsam, druga bo'ladi. Nimaga druga? Chunki undosh bilan tugayapti. Xuddi родительный падеждagidek o'zgarish bo'ladi. Искать qidirmoq. Например, ish qidiryapman desam, ищу. Работani o'zgartiramiz. Ищу работу bo'lib keladi. Находить topmoq. Например, nahaju. Topyapman desam, nahaju. Problemani o'zgartirib ko'ramiz. Problemu bo'ladi. Bu yerda ham kitob o'qiyapman bo'ladigan bo'lsa, читаю. Knigani o'zgartiramiz. Knigu bo'lib keladi. Keyingisi pisat yozmoq. Nimadir yozyapman deydigan bo'lsam, например, mashq yozyapman desam, пишу упражнение. O'zgarmaydi, chunki sredniy rodda oxiri ye bilan tugayapti. Keyingisi покупаю telefon, например, undosh bilan tugayapti oxiri. Undosh bilan tugasa, jonsiz bo'lsa tuslanmaydi. Brать olmoq, например, беру, например, sumkani olyapman bo'lsa, sumkani oxiri a bilan tugagani uchun sumku deb o'zgartiramiz. Открываю, например, ochyapman. Открывать ochmoq. Открываю, например, чемодан. Undosh bilan tugayapti, murskiy rod, bunda ham tuslanish bo'lmaydi. Закрывать, закрываю. Derazani yopyapman bo'lsa, окно. Bunda ham o'zgarish bo'lmaydi. Sredniy rod jonsiz. Смотреть, смотрю, например, film tomosha qilyapman deydigan bo'lsam, film so'zi ham jonsiz, ham murskiy rod. Shuning uchun bunda ham o'zgarish bo'lmaydi. Смотрю, film bo'ladi. Слушать, слушаю, tinglayapman. Слушать, tinglamoq. Muzika bo'ladigan bo'lsa, ani buga o'zgartiramiz, muziku bo'ladi. Изучать, o'rganmoq. Til o'rganyapman bo'lsa, изучаю язык. Demak, bu yerda ham murskiy rod va undosh bilan tugagan. Shuning uchun tuslanish bo'lmaydi. Ya'ni shunaqangi tartibda, shunaqangi fe'llar bilan ishlatsak bo'lar ekan. O'ylaymanki, bu mavzuyimiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi.